O'smirlarning rul boshqaruviga o'tirishi qonun bilan taqiqlangan, chunki yo'l tajribasizlar uchun juda xavfli joy hisoblanadi. Avtomobilni boshqarish katta mas'uliyat va yetarli bilim hamda tajribani ham talab qiladi. O'smir haydovchilar yo'l harakati qoidalarini to'liq bilmasligi yoki ularni to'g'ri qo'llay olmasligi mumkin. Bu esa nafaqat o'zlari, balki boshqa yo'l ishtirokchilari hayoti uchun ham xavf tug'diradi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu holat joriy yilning 21 fevral kuni Nurota tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Soykechar qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Muraviyda harakatlanib kelayotgan yigitchalar kutilmaganda boshqaruvni yo'qotib, yo'lning qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli transport vositasiga borib urilgan. Ma'lum bo'lishicha, moped boshqaruvida tumandagi 14-sonli umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchilari edi. Men do'stimga tegishli bo'lgan Lochin rusumli transport vositasini, tritsiklni haydab kelayotgandik, boshqaruvni yo'qotdim va Cobalt rusumli avtomobilga urildik. Uyda hech kim bo'lmagani uchun katta olib chiqqan edik. Bejizga mototransport boshqarish uchun ham kerakli bilim, tajriba, haydovchilik guvohnomasi talab etilmaydi. Moped boshqaruvchilar ham boshqa haydovchilar singari barcha qoidalarga, yo'l belgi va yo'l chiziqlari talablariga rioya etishlari shart. Holat yuzasidan fuqarolarga tegishli tartibda chora ko'rilib, profilaktik suhbat o'tkazish uchun boshqarma binosiga chaqirtirildi. Ushbu xatti-harakatning yakuni tan jarohati yoki o'lim holatlari bilan yakunlanishi ham mumkinligi tushuntirildi. Ta'sirchan videorolik namoyish etilib, ularning o'zlari va farzandlarini nazoratga olish yuzasidan tilxatlar olindi.